Mana shu nimaga o'xshab turibdi? Kim topadi? Ko'zga o'xshaydimi yo'qmi? Всероссийский центр глазной и пластической хирургии. Ufada shunaqa joylar bor ekan, biz bilmay yurgan ekan. Ko'z bilan bog'liq любой muammolarni mana mana shunda hal bo'lar ekan. Dunyoni 171 dan oshiq davlatdan kelib mana shunda operatsiya qiladimi, muolajami shu ko'z bilan bog'liq hamma narsa qilinar ekan. Yaqinda eshitib qoldik, hozir yo'l-yo'lakay kirdik. Yana internetda podrobniy ma'lumot olsanglar bo'ladi. Men adresini описаниеga yozib qo'yaman. Kimda shunaqa muammolari bo'lsa, shularga yuborib qo'yasizlar. Bekorga mana buni qaranglar, chista ko'zda mana. Ko'z qorachig'i deydi-ku. Russian Eye and Plastic Surgery Center. Ko'z bilan muammosi bor odamlarni qaranglar. Shuncha ochiq qaranglar. Registraturaga yaqinlashilmaydi. Xullas hozir kirib chiqdi o'rtoqlar. Ichkarisini ham videoga oldim. Odam shunaqa ko'p. Registratura mana shu ko'rib turganlaring mana ko'z. Mashina prямо ichida mana vxод, kirasizlar, registratura. Juda ko'plab odamlar kelar ekan. Men rekvizitini ham oldim. Shuni ham qo'yib qo'yaman. Iloyim hech kimni ko'zi og'rimasin, ko'zi ko'r bo'lmasin, yaxshi ko'ringlar, cho'tib ko'ringlar. Lekin mabodo shunaqa problem bo'lib qolsa, mana shu videoni shunaqa tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Savob uchun.